Erkeblan qaydasan deyiverasizlar. Davay, menda aytayım. Qalay bo'ladi ekan bu? Menda sezib ko'ring. Gol qaydasan? O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkeblan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin. Lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti. Erkeblan To'xtar va bir tomonda arenani bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkeblanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Boksdami ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ketish kerak. Qaysi promotor kompaniyasi ketish kerak. Я уж подрался. MMA olamida bo'lsa tushunarli. Зия, Рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голдом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Tashkent dайте сумму. Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт. Это только спорт. Kelishishga Всегда между нашими народами